Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa qilib trendga chiqish haqida ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilish kerak? Buning uchun YouTube'da boshqa joylarda trendga chiqish eng oson yo'li hamma qidirayotgan, hamma ko'rib turgan narsani yetkazib berish. Buni qanaqa qilib bilsangiz bo'ladi? A, Chrome yoki Google'dan Google Trends deb qidirasiz. Google Trends deb qidirganingizdan keyin mana shunday narsa kelib chiqadi. Google Trends ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin xuddi mana shunaqa joy ochiladi. Bu yerda mana bu yerga bosganingizdan keyin "Populyarniy zaprosi" ommaviy so'rovlar deganni bosasiz. Ya'ni, a, 24 soat ichida yoki 1 oy ichida odamlar nimani qidiryapti. Mana ko'rganingizdek O'zbekiston stranitsasi uchun mana Yakub Ahmedov 2000 dan ortiq qidirilgan 19 soat oldin. Ya'ni Yakub Ahmedov deb qo'yilgan videolar soni, prosmotr bo'lish ehtimoli anchagina yuqori bo'lgan. Aynan mana shu haqida to'liq video mana shu shortsga biriktirilgan. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat.